texnika otgan odamlar samosvalni yoki tegachini tanlashsa yoki boshqa texnikalarni tanlashsa qanaqa ishonchli texnika hisoblanadimi? Sizni mexanik sifatida qarashingiz. Oladigan odamlarga tavsiya beramiz. Barqaror, sifatli, yaxshi texnika. Xolis maslahat berishim, har qanday odam ham oladiganda shu daromadni ko'zlab oladi. Yaxshi texnikalar deb bemalol aytalaman. Havo texnikalarini yaxshi texnikalar, bunaqa injiq emas, o'zbekbob, ishbob texnikalar deb hisoblayman. Ligong brendi ostidagi ekskavator pogruzchiklarni xarid qilgansizlar. Ularning sifati qanaqa? Sifatli texnika deb bilaman. Ligon ekskavatorlardan olganimizga 6 oy bo'ladigan bo'lsa, shu kungacha 6 oyda ichida 2200 matachas ishladi degani. Buni agar bo'lib chiqadigan bo'lsangiz, 24 soat ishladi degan gap kelib chiqadi. Bu hammasi transportni sifatliligi alomatidan belgisi. Ligong brendini zapchastlaridan muammo bormi, yo'qmi? Yo'q. Megavandan xarid qilingan transport vositalarining hech qaysidan ehtiyot qismlaridan muammolar bo'lgani yo'q shu paytgacha. Ehtiyot qismlar topiladi. Topilmay qolgan ehtiyot qismlarni ham 3 kundan 1 haftani ichida Xitoy Respublikasidan yetkazib kelib berishadi.